Salom barchaga. Sizlar bilan Avlod Build loyihasi va men Kamina muxlisi. Ayni damda biz O'zbekiston Jahon tillari universitetidamiz. Bu yerdagi talabalar bilan biz o'z ko'rsatuvimizni syomkasiga keldik. Qani ko'ramiz, savollarimizga qay darajada javob beradi. Ya'ni jahon tillaridagi talabalar maktabda qanaqa o'qishgan? Ko'ramiz. Yulduzli tillar asari muallifi. Javobga dumalab tushdim. Yadro dunyoning eng uzun daryosi bu. Bilmayman degan so'zdan boshqa narsa bilmaydilar bu kishi. Shunisi kerak. Bu yerda o'ziga ishonmaydiganlar ko'p ekan jahon tillarida. Birinchi kosmonavt, birinchi oyga uchgan odamni bilaman. Shokdaman men. Bilmayman, lekin adabiyot yaxshi o'qimaganman. Baribir atrofotgan ham charchab ketidan ko'chiradi. To'g'ri. Nima kerak? Ismingiz nima? Sehriya. Nimalar olib kelyapsiz? Assalomu alaykum, Charos. Charos? Dinara. Marjona. Muxlisa. Muxlisa, meniki Muxlisa. Sizga bir ikkita savollar beraman. Ya'ni bizning Avlod Build loyihamiz bor. Talabalar bilan so'rovnoma o'tkazamiz. Maktabda qanaqa o'qigansiz? Yaxshi. Yaxshimi? Nechinchi kurssiz? 3-kurs. 3-kurs. Yana 3-kurs. 3-kurs kursdoshlaringiz ko'p chiqyapti-da, bizning oldimizda intervyu berishyapti. Maktab programmalaridan savol beraman hozir sizga. Qanchalik yaxshi o'qigan ekansiz? Yo'zingiz ishlamoqchimisiz? Ishlamoqchimisiz? Yo'q, o'zingiz anaqa qilmay urintirib qo'ymayman. Urintirib qo'ymaydi bo'ptilar. Shunaqa, balki menga savol berarsiz. Yo'q. Shunaqa bo'ldi, men sizga savol beraveraman, ushlab gapiravering. Давайте ushlang. Quyosh sistemasi markazida nima joylashgan? Yo'q, bilmadim to'g'risi. Quyosh sistemasi markazida? Yadro? Bilmadim. Nima joylashgan bo'lishi mumkin? O'ylab ko'ring. Sayyoralarda. Yadro. Yadro? Yo'q. Yadro joylashgan. Yadro deyapti. Markazida? Yadro? Quyosh. To'g'ri javob. Keyingisi, Yulduzli tillar asari muallifi kim? Pirimqul Qodir. Yulduzli tillar. Bu lekin Yulduzli tillar 8-sinf paytlar o'tilgan. O'z shunaqa asar haqida eshitganmisiz? Eshitganman. 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 Qo'yga chiqarmayman deng. Muallifni eslolmadim lekin o'sdan. Pirimqul Qodirov edi. Pirimqul Qodirov. Bratan ismi hozir. Bratan ismi nima? Zaki so'ladimi? Ya, bunaqasi chaqirganmiz adabiyotdan. Tanishdingizmi bunaqa? Balki bordir, eslab ko'ring. Qani-de? Film uchida turibdi debadingizda. Yo'q, o'tiring keyingisi kelmaydi menimcha. Yo'q. Boshqa narsalar repetitsiya qilib keldim-da. Nima? Boshqa narsalar repetitsiya qilasiz. Nimada? Odobnomami? Shunaqa fanlar. Yo'q, kelmadi. Odobnomada qanaqa savol berish mumkin? Yo'q, bilmayman, lekin adabiyot yaxshi o'qimaganman. Pirimqul Qodirov. Shokdaman men. To'g'ri javob. Amir Temurning shiori nima edi? Bilmadim. Bilmaysizmi? Rostdan bilmaysizmi? Yo'q. Eshitmaganmisiz? Amir Temur mana shunaqa gap gapirgan. Kuch adolatda. Bo'larkan. Bilmayman degan so'zdan boshqa narsani bilmaydilar bu kishi. Shunisi kerak. Kuch adolatda. Kuch adolatda. Adolat kuchdami, kuch adolatdami? Kuch adolatda. O'ylab ko'ring. Balki u emasdir. Yo'q, shu edi. Kuch adolatda. Kuch adolatda. Strain injustice in English. Oh my god! Dunyoning eng uzun daryosi qaysi? Nil emasmi? Nil emasmi? O'zingizga ishonch bilan Nil deb ayting. Bitta kameraga Nil deng. Nil bo'lsa kerak, Nil. Nil bo'lsa kerak, Nil deydilar. Nil bo'lish kerak. Bo'lish kerakmi? Kerakmi? Nil bo'lish kerak. Nil to'g'ri javob. Eng uzun Nil bor, Amazon bor. Adashmasam o'zini Nil bo'lish kerak, chunki eng qalini Amazon edi-da. Birinchi kosmonavt kim edi? Birinchi kuchuk chiqqan, undan keyin Yuriy Gagarin. Yuriy Gagarin adashmasam. Yuriy Gagarin to'g'ri javob. Rus edi shekilli, lekin ismi esimda yo'q. Agar odam bo'ladigan bo'lsa, inson, o'sha itdan keyingisi. kuchudan keyingisi. Bilmadim. Aleksandr nimadir bo'lsa kerak, ismi to'liq esimda yo'q lekin. Oyga chiqqan? Itdan keyingisi. A bilan boshlanadi. Hozir aytaman. Armstrong? Yo'q. Y bilan boshlanadi. Mana Yuriy Gagarin. Yuriy Gagarin. Yuriy Gagarin kosmonavtga chiqqan.
anaqa oyga qo'ngan bo'lsa Armstrong edida. To'g'ri javob. Hamma 5 dan 5 tasiga to'g'ri javob berdilar. Rahmat. Rahmat sizga ham. Sizga mana bu kitobni taqdim qilaman. Rahmat katta. O'qiysiz degan umiddaman. Nasib. Rahmat katta sizlarga ham. Ishinglarga rivoj, omad tilayman. Rahmat. Jahon tillaridagi sarguzashtlarimiz o'z nihoyasiga yetdi va bu yerdagi talabalar juda ham samimiy ekan. Gaplashib ko'rdim. Ya'ni boshqa universitetlardan farq qiladi. Keyingi sonlarimizni qaysi universitetda olishimizni xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Va like va podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Shunaqa gaplar, ko'rishguncha.